Esa 10 rasmda tasvirlangan jismlar sistemasining massa markazini aniqlang. Mana formula tushadi bu. X teng x1 m1 2. Xuddi shuni y uchun ham topiladi. Koordinatasi massa markazini x uchun hisoblasak, demak, birinchisini mana deb olyapman. X koordinati uchun 1 m bo'lsa, m ni o'zi plus. Bu ikkinchisi bo'lsa 6 ta m. 0 koordinatiga to'g'ri keldi. 0 ikkita ko'paytmasi. Uchinchi jism uchun koordinatasi 4. 4 ta 2 ga ko'paytirsam 8 ta m. Общий massa 9 ta m bo'lyapti. 9 ta m taqsim 9 ta m. Saqar ketsa 1. Endi y uchun topsak, tushunay. Birinchisi uchun 1 m. M ni o'zi plus 3 ga to'g'ri keldi. Koordinatasi ko'paytmasi 18 ta m plus 4 bo'lsa 8 ta m. Общий massasi yana 9 ta m bo'ladi. Hisoblasak 27 ta m taqsim 9 ta m. Yana qisqarsa 3. Koordinatasi 1 3. Massa markazi. Javob. Keyingisi 14 rasmda tasvirlangan jism navbati bilan shu tomonlari bilan taglikka qo'yildi. Jism shu uchala holatdan hosil qiladigan bosimlar orasidagi to'g'ri munosabatni aniqlang deyapti. A yuzi. Endi bunday F taqsim S bo'lsa, yuzaga teskari bog'langan bosim. Bizada bosimlarning orasidagi munosabat so'rayapti. Birinchi yuzani общий 5 ta A bor ekan. 5 ta S desa, S2 2 ta S. S3 teng 3 ta S. Yuzalarini taqqoslab olsak, S1 eng kattasi, S3 katta S2 dan bo'ladi. Xuddi shunday bosimlari teskari munosabatda bo'ladi. Eng kattasi P2, P3 eng kichigi P1 bo'ladi. 2 3 1. Javob. Keyingisi 15. Jismga ikkita o'q rasmda tasvirlangan yo'nalish bo'yicha kelib urilib, unga tiqilib qolsa, ularning birgalikdagi tezligini toping deyapti. Tenglamasi M1 va 1. Bu OX o'qi bo'yicha musbat olim. Bu OX o'qiga qarshi harakatlanyapti. Ikkinchisi V2 tezligi bilan minus olaman. M2 va 2 ni shu teng bo'ladi. Общий M massa, M umumiy deb. Ikkita o'q kirib qoladi-da bu jismga.
ko'paytirilgan qan'adir U tezligidan ketadi. Hop, o'rnak qo'yib olsak. 10 gramm, 10 darajasi minus 2 kilogramm. Darajasi minus 2 ko'paytirilgan V1. 3000 santimetr bo'lsa, 2 ta 0 ketsa 30 ko'paytirilgan 30 minus M2 40 minus minus 3 bo'lsa, bu minus 3 bilan ketadi. Santimetr 2 ta 0 ketadi. 20 ko'paygan 40 minus minus 3 sarvisi 0.8 qolyapti. 0.8 hisoblasak 0.3 shu teng общий massasi 40 10 50 gramm общий 1 kilo. 1 ko'paytirilgan U tezlik bilan hisoblasak minus 6.5 ta U. Endi manfiy ishora tezlikni qaysi tomonga yo'nalganini bildiradi. O'q kirib qo'ygandan keyin ham ikkita o'q chap tomonga qarab harakatlanar ekanda. Dastlab musbat yo'nalishda OX o'qi bo'yicha boradi. Qarama-qarshi tomonga qarab harakatlanar ekan. Son qiymatini so'rabdi, faqat S javob bo'ladi. Yo'nalishini so'rasa OX o'qiga qarshi deysizlar.